Assalomu alaykum. Web dasturlash onlayn ta'lim platformasiga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan front-end bo'yicha 27-darsimiz va CSS bo'yicha navbatdagi darslarimiz davom etadi. Bundan oldingi darsda sizlar bilan vertikal menyu haqida gaplashgan edik. Va bugun endi sizlar bilan horizontal menyuda qanday qilishni gaplashamiz va uning uchun bizga display inline kerak bo'ladi. Shuningdek, display inline va display inline block shularda nima farqi bor bir-biri bilan? Shular haqida to'liq to'xtalib o'tamiz. Demak, uning uchun birinchi horizontal menyuni tushuntirib o'tsam. O'tgan safargidek hamma yo'lni mana tayyor qilib qo'ydim. Ya'ni ana shunday kodni o'tgan safarga UL yordamida tablitsa menyuni ko'chirib oldim va uni bitta blokka soldim, bitta boxga, ya'ni divga va men uni class deb nomlab oldim. Nima uchun? Chunki biz aynan mana shu yordamida horizontalga keltiramiz. Birinchi bodyga berib yuboraman, background color bo'lsin silvermi? Yana Ctrl C. Va endi men bu yerda nav berib oldim. Mana bu narsani. Endi mana shunga men stil berib yuboraman. Uning uchun birinchi background bo'lsin navda dark green bo'lsin. Va font size bo'lsin 25 piksel. Height balandligi 35 piksel bo'lsin mayli. Va font weight ishlatilsin bunga. Bold. Ya'ni mana shu navda ichida qaysidir kodga mana shular tushsa, aynan mana shunday buyruq beradi. Misol, navda ichida li kelyaptimi? Ya'ni li ichiga mana shulardan bittasini berib yuboradi menyularga. Mana ko'rib turganingizdek ochdim. Mana bu nav bo'ladi mana shu dark green. Mana bu esa vertikal menyuyimiz. Mana shu menyuni men bu yoqqa joylashtirib olishim kerak. Uning uchun birinchi navbatda men tablitsada kerak emas narsalarni o'chiraman. Ya'ni o'tgan safargidaqa display inline block shularni o'chirib chiqaman. Display inline list style'larni o'chiraman. List style none bo'ladi bu yerda. Chunki hali qora galочка kerak emas bizga. Va text elegant bo'ladi. Center. O'tgan safar oldingi darslarda text elegant nimaligini tushuntirib o'tganman albatta. Va bu yerda ko'rib turganingizdek, mana bu yerda avtomatik margin padding berib yuborgan. Shuni hisobga bu yoqqa jilib qolgan. Shu sababdan hozir text elegantga men Ctrl Shift slash deb turib comment berib keyinchalik yana ochib qo'yaman. Bu yerda paddingga 0 beraman. Marginga ham 0 beraman. Sababi men bularni o'zim bermoqchiman. Bu yerda avtomatik browser berib yuborgan. Ko'rdingiz nima holatga kelgani? Bu orqaga surilib qoldi. Ya'ni bu avtomatik berilgan paddinglar o'chib ketdi. Men o'chirib qo'ydim. Va endi bu yerda Ctrl Shift slash dedim, Ctrl plus S. Va mana bu o'rtaga keldi. Endi men shuni text decoration'ini o'chirib qo'yaman. O'tgan safarga o'xshab nav ul bo'lsin, li bo'lsin uning ichida va endi display bo'ladi. Inline bo'ladi. Oops, Ctrl plus S. Va mana bunday bo'lib, buni ichiga joylashib oldi. Ya'ni display bo'lsin inline dedim, mana bu blok ichiga kira olsin deb buyruq berdim. Shuni hisobiga bu horizontalli bo'lib joylashdi. Aynan display inline bizga shuning uchun ko'proq kerak bo'ladi. Va endi men padding berib yuboraman. Hamma tarafdan padding bo'lsin 15 piksel. Ctrl plus S. Va mana chekkaroqqa surilib oralari ochildi. Endi men vertical elegant degan narsa bor. Verticalni elegant bo'lsin middle. Ctrl plus S. Pastga tushdi, nisbatan pastroqqa tushdi. Ko'rib turganingizdek. Va bu yerda endi men li ga ishlatadigan kodim qolmadi. Endi now ul li a va birinchi navbatda text decoration none.
text decoration bunaqa ochmaydi, juda bir xunuk holatga keltiradi. Text decoration olib tashlasangiz, sal chiroyli holatga kelishi mumkin. Text decorationni olib tashladim. Endi men bunga yana padding beraman. Hamma tarafdan 8 pikseldan beraman. Buni farqi yo'q. 8 pikseldan qilib chiqsangiz ham shu bo'ladi. Bitta 8 piksel o'zini yozib qo'ysangiz ham shu bo'ladi. Yana ham cho'zildi, tepa-past yana ham chiroyli holatga keldi. Va endi colorini white qilib qo'yib, chiroyliroq bo'lsin, bo'g'ilib olmaylik. Mana ochildi. Ko'rindi, qilayotgan ishimiz sal chiroyli holatga keldi. Va yana bunga men vertical elegant middle beraveraman. Farqi yo'q qayga berishingiz uni. Kechirasiz boshqa. Vertical elegant bu yerda li ga beribmiz. Shu sabab kerak emas, o'chiraveraman. Ctrl+S. Ko'p turganlarda mana bunday holat keldi. Aynan vertikal menyular mana shunday qilib yaratiladi. Yana shunday qilib tushsangiz bo'ladi vertikal menyu. Bu albatta oddiy, sodda vertikal menyu. Yana professional menyularda misol kichiraytirsangiz, mana bu yerda galishka chiqib, galishkaning ichiga kirib ketadi. Bunda esa tushib ketib qolyapti, ko'ryapsiz. Buni biz media degan narsa bor. Buni CSS davomida oxirroqda o'tamiz. Ya'ni buni adaptiv qilamiz har qanday qurilmaga, har qanday razmerga. Shu sababdan hozir sizlar mana shu o'rgansanglar yetar. Endi men shunga hover beraman. O'tgan darsda vazifalarda ko'rdim. Hover ishlatibsizlar, yaxshi chiqqan. Demak, hover berdim. Bu yerda color bo'lsin menga hover berganimda. Rangi qora bo'lsin. Ctrl+S. Olib rangi qora holatga kelyapti. Endi shunda men orqasini, ya'ni background colorini white qilib qo'ysam, ko'p turganingizdek mana bunday bo'lib ochilyapti. Agar yoki background colorini body rangi bilan bir xil qilib qo'ysam, qanday holatga kelishi mumkin? Silver qildim, Ctrl+S. Ko'ryapsizlar? Ya'ni bu yerda oq qolodidan bilinib qolyapti, razmeri katta bo'lib ketdi. Bu yerda background va rangi bir xil bo'lgani uchun bu yerda ochilyapti. Yoki bu yerda transition beraman. Transition o'tganmiz. Transition 0.5 sekund bo'lsin, is bo'lsin. Ya'ni sekin bo'lsin hover. Mana sekin holatga kelyapti. Aynan vertikal menyular mana shunday holatda bo'ladi. Misol 5-6 ta, 7 ta, 8 ta qilib tashlaysizlar. Yoki bo'lmasa tipan to'ldir menyu qilsangiz ham bo'laveradi, lekin mana bunday holatga kelganda pastga tushib ketadi. Sababi biz buni keyinchalik mediada adaptiv qilishga o'tamiz. Avval veb-saytni to'g'ri tuzishni o'rganib olaylik, keyin uni razmerlarni ham o'lchab chiqishga vaqtimiz bo'ladi. Endi bu yerda qisqa qilib sizlarga hop display inline bilan display inline block farqini tushuntirib o'tib ketmoqchiman. Uning uchun men p elementini ishlataman. Paragraph va bu yerdan birorta tekst olaman. HTML tarix haqida, internetda o'chib qoldi-yu. Ups. Mayli, nichivo ishlasa emas, yoki bo'lmasa bu yerda bironta narsa tekst olaman yoki bo'lmasa o'zimiz yozamiz-da, erinmasdan mayli. Web dasturlash haqida yozamiz, endi gap keladi. Hop, HTML nima? HTML bu hypertext markup language so'zining qisqartmasi. Va CSS esa cascading style sheets so'zining qisqartmasi. Ctrl+S. Ana shunday qilib yozib oldim. Endi men buni farqlarini sizlarga tushuntirib o'taman.
Uning uchun birorta joyga men span beraman, spanni o'tganmiz hammamiz. Va men spanga class berib olaman. Va buni span 1 deb oldim. Hop, hamma so'z bir xil. Buni span 2 deb oldim. Buni span 3 deb oldim. Ctrl+S. Nima uchun unaqa qilib oldim? Hozirlarga tushuntiraman. Bu yerda p kelyapti. Bu yerda span 1 kelyapti. Buni background colorni misol uchun red qilib olay. Height bo'lsin 50 piksel bo'lsin. Ctrl Shift. Bu span 2 bo'lsin. Bu esa span 3. Ctrl+S. Hop. Ko'rib turganinglardek, mana bunday holat hosil bo'ldi. Span 3, Ctrl V. Mana bunday holat hosil bo'ldi. Endi men shu yerda display beraman. Misol uchun span 1 ga men display inline berdim. Span 2 ga esa display block berdim. Span 3 ga display inline block berdim. Mana bu birinchi kelayotgan spanimiz, bu display inline. Mana bu ikkinchisi display inline, bu display block. Bu esa display inline block. Farqini qarang. Display inline bu faqat bitta liniya bo'yicha, mana shu yozgan bo'yicha beryapti, red background colorda. Display block esa bitta blok polni 50 height 50 bo'lganini hisobiga polni height ga ham berib o'ryapti. Bu yerda esa inline da faqat yozuvli qismigacha beryapti. Bu yerda esa display inline block ikkalasidan ham ishlatyapti. Yozuvli qismigacha berib turib, pastini blokka o'xshatib polni berib o'ryapti. Aynan display inline bilan display inline block farqi shunda. Ko'rib turganinglardek. Agar darslarimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, albatta bundan xursandman. Display inline block bizga nima uchun kerak, men buni to'liq tushunmadim yoki bo'lmasa menga biroz tushunarsiz bo'ldi deb xavotir olmang. Chunki buni biz proyekt yordamida, ya'ni veb-saytlar tuzayotganimizda yana ham tushunarli bo'ladi. Hozir siz shunchaki farqlarni bilib olsangiz bo'ldi. Albatta buni amaliyotda qo'llayotganda bu bo'yicha yana ham to'liq tushunchaga ega bo'lasiz degan umiddaman. Darslarimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa albatta xursandman. Vazifalarni uyda o'zingiz mustaqil qilib ko'ring, albatta o'zingiz biror narsa yaratishga harakat qilib ko'ring. Bugungi darslarimiz yoqqan bo'lsa albatta bundan xursandman. Vazifalar esdan chiqmasin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.